Sizga ham payg'ambarimiz uylariga kelib mehmon bo'lib, mehmonlarni mehmon qilish nasib qilsin. Rasulullohning oshiqlaridan videoga bitta like. Bu gal arabcha oshni original retseptda Fotih bilan birgalikda tayyorladik. Retseptni esa sizga ham ilindim, sabab bu osh bizning oshimizdan ko'ra oshqozon uchun anchagina yengilroq. Ehson taomimizni boshlaymiz. Qozonga o'simlik yog'i solib, piyozni qovurib olamiz. Chala qovurilgan piyoz ustidan pomidorni solamiz. Kardamon, lavr bargi, kuydirilgan limon, tomat solib aralashtiramiz. Yashil bolgarskiy tovuqni solamiz va aralashtiramiz. Arablar oshiga o'zgacha ta'm beradigan kurkuma hamda kurkuma pastasini ayamasdan solamiz. Zirvagimiz chiroyli bo'lib qovurilgach, suv solamiz. Suvga chesnok, tuz solib yarim soat miltillatib qaynatib qo'yamiz. Arablar basmati guruchini ishlatishadi. Basmati guruchni o'tib qo'yishga ham hojat yo'q, yuvasizu solaverasiz. Yarim soat qaynagan zirvak ustidan guruchni solamiz. Suvi tortilgach, folga bilan ustini yopamiz. Qopqoqlarini yopib yarim soat dimlab qo'yamiz. Barcha go'zalliklar mujassam bo'lgan Madinamda arabcha osh tayyor. Taom tayyorlagan lokatsiyamiz sizga qiziq bo'lsa, yuqorida Fotihning profillarini qoldirdim. Tayyor bo'lgan oshni haramda tarqatdik. Mazasi arablarnikidan qolishmadi-yu, ishtaha bilan yeb olishdi. Rasulullohga salominglar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugun ravzaga kiraman. Sizga ham kelish nasib qilsin.